Nima kelyapman-ku? Ular meni ko'rib qolmasligi kerak. Pulni olib keldingmi? Pulni olib keldim. Nimaga kech qolding? Juda ozgina kech qoldim. Bu bahonang o'tmaydi. Men ataylab qilmadim. Nimaga pul beryapti? Shuncha pulni topishni o'zi bo'ladi. Men pul topish uchun Moskvaga ketganda Bu mening muammom emas. boshqa qaytarmaslikka harakat qilaman. Qaytarmasliging uchun seni o'ldiraman. Uning aybi pul olib kelganimidi? Baribir meni sezib qoldi. Endi qochishim kerak. Qayerga qochyapsan? To'xta! Yetolmaysan. To'xtab qolishga haqqim yo'q. Senga poylash qanaqaligini ko'rsataman. To'xta debman senga. Nimaga u zarda qiladi, baribir to'xtamasam. Gapga tushunmaysanmi? To'xta! Qiziq, qayerga ketgan ekan? O'zim topib olsam yomon bo'ladi. Selena, qayerdasan? Mayli, bugun yashab tur, ertaga baribir o'lasan. Nima haqida gapiryapti ertaga? Yaxshi berkinar ekansan. Va nihoyat ketyapti. U qochib ketdi, baribir o'ladi. Qayerga ham borar edi? Bilmadim men yana qancha bunday yashamoqchiman. Yaxshi ish chiqib qolganida balki bu ishlarimni yig'ishtirarmidim. Bugun qanday topshiriqlar bor? Salom Zerd, bugungi topshirig'ingni ol. Mana shu joydagi qizni yo'q qil. Tushunarlimi? Tushunarli, ishga kirishaman. Yetib keldim. Qaysi uy ekan? Mana bu bo'lishi kerak. Ehtiyot bo'lishim kerak. Biror kim meni ko'rib qolmasidan ishni bajarib, tezda bu yerdan ketishim lozim. Umid qilamanki, u shu yerda. Oxirida boshliqning hafsalasini bir pul qilmasligim kerak. Bu oson bo'ladi. Bugun yana odam o'ldirishga majburman, chunki yashash uchun pul kerak. Xonani topish qiyin bo'ldi. Tushunmadim, sen kimsan? Men seni o'ldirish uchun boshliqdan buyruq oldim. Menga qiziq emas. Bugun sening oxirgi kuning. Yetolmaysan, orzu ham qilma. Senga bu uy sovg'a, xayr. To'xta, qayerga ketyapsan? To'xta deyapman. Baribir yetib olaman. Zerd do'stim, nahotki meni tanimading? Nima? Do'stingman deydimi? Nimaga bunday deydim? Yo'q, Selena. Men ahmoq. Buni qanday unutdim? Selenani men qanday unutdim? Boshliq, buning uchun hammasiga javob beradi. Zerd, nima? Topshiriqni bajardingmi? Yo'q qildingmi? Topshiriqni? Ha. Qoyil, doimgidek ishingni a'lo darajada bajaribsan. Lekin bu meni do'stim bo'lib chiqdi. Sen u qilgan ishing uchun javob berasan.
Unga men aybdorman. Men uni unutdim. Selena, meni kechir. Men ahmoq. Sen bilan o'tkazgan vaqtlarimizni, seni va shuncha xotiralarimni unutdim. Meni kechir. Men ham sen bilan ko'rishaman. Menga bo'lyapman.